Assalomu alaykum. Qadrli mana sizlarga xudo xolasa ish jarayonlaridan taqdim etamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlaydilar. Ko'plab videolar chiqaramiz. Mana qadrdonlar, xudo xolasa ko'rib turganlaridek mana shu joylarimiz bo'lmoqda. Mana shu uzun darvozaxonamiz, keyin bu yog'i ham o'tadi. Hozir sizlarga mana bu joyda, mana bu go'zallikni ko'rsatmoqchiman. Mana shu joylarimiz bo'ldi. Mana bu ustiga bitta baho berib qo'yasizlar. Qalay chiqdi. Bu joyimiz mana chekalari MDF fasonda bo'lib, mana o'rtaga bitta lustra qo'yildi. Mana bu joylarimiz ham xudo xolasa mana shu joylarimiz ham bo'ladi. Chekalar MDF bo'ladi, Jahongir aka. MDF bo'ladi. Mana shu joyimiz, bu yerga ham ko'chadi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Bo'ni uzun darvozaxona bo'ladi bitta splashni. Jahongir aka mana boshqa ularda. Bitgandan keyin videosini qo'yamiz.